Hurmat bu bizani axloqimizni eng muhim bo'lagidan bittasi. Yoki bo'lmasam axloqiy saviyamizni ko'rsatkichi desak ham bo'ladi. Meni qo'limdagi tajriba natija shuni ko'rsatyaptiki, mijozlar bilan ishlash jarayonida yig'ilgan tajribalar bizni kuchli hurmatsizlikni eng yaqinlarimizga qilar ekanmiz. Ana o'shani ko'rsatkichlari bilan bo'lishaman. Bu agar sizni munosabat uslubingizda, o'zingizni tutishingizda model поведения deymiz, shunda bor bo'lsa, buni tuzatish kerak. Nega? Chunki agar mana shu model поведения bilan yashasa inson yaqinlarini yo'qotib qo'yadi. Munosabatlari tupikka kirib qoladi. Eng ko'p uchraydigan hurmatsizlikdan bittasi bu yonimizdagi insonni, yaqinimizni ketidan gapirib shikoyat qilish. Bu eng ko'p uchraydigan. Yana munosabatda hurmatsizlikni ko'rsatkichidan bittasi tanqid. Ko'rinishini, didini, qilayotgan ishlarini, qanaqa odamligini tanqid qilirish. Uchinchisi qasos, o'ch olish. Ma'lum bir uslublardan foydalanib, misol uchun indamay yurish, ignorировать qilish, o'sha odamni xuddi yo'qdek hisoblab o'zini tutish yoki bo'lmasam gap bilan chaqib olish, kesatib gapirish. Bular ham shu qasosning ichiga kirib ketadi. Yana ko'p uchraydigan hurmatsizlikdan biri haqorat. Munosabatda haqoratli jumlalarni ishlatish. Ahmoqsan, lapashingsan, landavursan va hokazo. Qo'pollik. Bu ham uchraydi ko'p. Baqirib munosabat qilish, so'kish, turtkilash va yana bittasi bu qadrsizlash. Yonimizdagi insonni munosabatimiz bilan, gaplarimiz bilan qadrsizlash. Qilolmaysan, eplolmaysan, qo'lingdan kelmaydi, yana qilolmading, etuvdim-ku, shunga o'xshagan jumlalar bilan munosabat qilish. Bunaqa fikrlash, bunaqa ishonch va mana shunaqa model поведения bilan yashagan inson hech qachon chiroyli natijalarga munosabatda erisha olmaydi.